Ford 550 avtomobilni katta qilingan versiyasi. Mana avtomobil o'zi asli mana bu yerdan ketish kerak, kuzov eshigini, lekin bu 10 sm bu tomondan, 10 sm u tomondan. Bu Aksum DS Max degani, menimcha DX Max degani brani mashina, oynalari hammasi brani qilingan. Bu tomon lyuk, kuzovni o'zi, tagi, pol, tipasi, motor otsegi hammasi brani qilingan o'rtoqlar. Bu tomonda kameralar turibdi, orqada kameralar turibdi. Bu orqa ekipaj uchun joyini qaranglar. Tepasida lyuk ham bor, avtomat bilan ishlash uchun. 6 kishi orqada o'tirar ekan, 8 kishi ekan o'xshamayapti. 8 kishi o'tirsa, oldida 3 kishi o'tiradi, shofer bilan birga. Tashqarisidan ham bitta ko'rsatay, eshigini qaranglar qanaqa. Bu yerda tortish, blokirovka hozir. Juda baland avtomobil. Eshikda mexanizmlarni ko'ryapsanmi, qanaqa katta qilingan. Bu tomonni izopaskasi orqada turibdi. Xarakteristikalari shu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Buni kattaligini qaranglar o'rtoqlar. Mana bu O'zbekistonning Transit versiyasi, bu esa Dubayda Aksum versiyasi. Ikkalasi ham O'zbekistonda ishlab chiqariladi. Faqat ikki xil zavodda.